Chilonzor 11-kvartal orientir Farxatskiy chorrahadan bir xona, ikki xona qilingan neoklassik remont sizlarga topib qo'ydim. Bu yog'imiz zalimiz 520 ga 330, patovalarimiz esa 285. Uyimiz kvadrati 34 metr kvadrat. Uyimiz remontda hali hech kim yashamagan. Balkonimiz 1,5-3 balkon, oshxona bo'lgan. Ikkinchi qavatda joylashgan. Eslatib o'taman, Farxatskiy bilan Chilonzor metroni o'rtasida. Uyimiz yo'l yuzida joylashgan. Xo'p, endi sizlar bilan sahna o'zingizlik ko'ramiz. Ko'rib, bu yoq bir qo'shga. Arenda qo'yaman desiz, bemalol smayli $500 ko'p qo'yishlar bo'ladi. Bu uyimizning narxi 56 ming so'rashyapti. Uy egalari ozgina kelishib bergan joyi bor. Bu uyimizni ipoteka orqali ham xarid qilishingiz mumkin. Uy qidirayotgan yaqin insonlarga bu videoni jo'natib qo'yishni unutmang. Like bosishni unutmang. Oldindan rahmat.